Havo sharlari murakkabgina hayotimizga ozgina quvonch beradigan soddagina ovunchoq. Assalomu alaykum. Siz cheksizlik kanalidasiz va bu video havo pufaklari haqida, ularning tarixi, turlari va foydali tomonlari haqida. Aslida pufaklarga qarashning o'ziyoq foydali. Psixologlarning fikricha pufaklarni tomosha qilish asabni tinchlantirishi, tanadagi gormonlar faoliyatini yaxshilashi va shunchaki kayfiyatni ko'tarishi mumkin ekan. Lekin eng foydalisi bu pufaklarni shirish. Bu o'pka uchun mashq va u diafragmalar faoliyatini yaxshilaydi. Ya'ni siz o'pkangizga havo to'ldirishingiz ancha osonlashadi. Bu sizni astma va shu kabi nafas yo'li kasalliklaridan himoyalaydi. Pufak shirish o'pka hajmini ham oshiradi va shu sababli bu ayniqsa bolalar uchun foydali. Chunki o'pka qancha katta bo'lsa, shuncha ko'p kislorod tanaga kiradi. Bu degani tanadagi hamma organlar kislorod bilan to'yingan qon sababli yaxshiroq rivojlanadi. Xullas juda foydali mashq va biz uni ko'proq bajarishimiz kerak. Chunki bunaqa qulay va toza pufaklar har doim ham bo'lmagan. Faqatgina 20-asrdan keyingi avlodlarda bunaqa imkoniyat bor. Masalan, 3000 yil oldin pufaklar hayvonlarning ichaklaridan tayyorlangan. Shunday ekan hozirgi pufaklarning qadriga yetish kerak. Ichakli pufaklar taxminan 34 asr oldin paydo bo'lgan. Albatta ular o'yin uchun yaramagan. O'sha davrda Amerikadagi Aztek qabilalari ichakli pufaklarni ovdan keyin turli xil marosimlarda ishlatishgan. Keyinchalik pufaklar ipak matolardan tayyorlana boshlangan. Lekin eng katta rivojlanish 18-asrdagina boshlangan. Braziliyalik olim va ruhoniy Bartolomeu de Guzman odamlar ham qachondir qushlardek parvoz qilishini orzu qilgan. Bu orzu uni uchar kema yasashga undagan. Bu uchar apparatlarning ilk namunasi edi. Tuzilishi sodda, oddiy qayiqqa gorizontal yelkan va qanotlar ulangan. Bu holatda yelkan xuddi havo sharining yuqori segmentidek holatda bo'lgan. Ammo albatta parvoz uchun buning o'zi yetarli emas. Guzman loyihalashtirgan qayiq faqatgina balandlikdan tashlab yuborilganida 200-300 metr masofani o'tib yumshoq qo'nishi mumkin edi. Buni parvoz deb bo'lmasdi. Guzman bu loyihani oxirigacha yetkaza olmadi, balki bunda boshqa ruhoniylarning Guzmanga munosabati yomonlashgan ham omil bo'lgandir. O'sha paytlarda ruhoniylar dunyoviy ta'limni juda yomon ko'rishgan. Guzman hattoki o'z vatanidan qochib Portugaliyaga ko'chib kelishga majbur bo'lgan va uning ko'p ishlari shu bilan chala qolib ketgan. Ammo Guzman loyiha odamlarga qattiq ta'sir qildi. Ilgari u his qilgan parvoz ishtiyoqini endi butun dunyo his etayotgandi. Bu esa mexanika sohasida rivojlanish va yangi uchar apparatlar yasalishiga turtki bo'lgan. Meni itoatim degan bittasi bir vaqtlar qanot yasagan edi. Qo'shilganchi? Keyin men uni poroxlab boshga o'tkazib qo'ydim, qani bir uchib ko'rsinchi deb. Odamlar Guzmanning qayig'idagi yelkan yetarlicha katta emas degan xulosaga kelishgan. Qarabsizki, bu apparat o'zimiz bilgan havo sharining qiyofasiga kelgan. Endi shu narsani havoga ko'tarish kerak edi. Issiq havoning sovuq havodan yengilroq ekanligi 1686-yildayoq aniqlangandi. Demak, shar ichidagi havo garelka yordamida qizdirib turilsa, u atrofimizdagi havodan yengilroq bo'ladi. O'zi aslida garelka ruscha so'z va men yondirgich yoki yongich deyishim kerak edi. Lekin men bunaqa so'zga ko'nika olmadim. Shunday qilib qayiq havodan og'irroq va sharni pastga tortib turadi. Issiq havo bilan to'ldirilgan shar esa havodan yengil va u qayiqni yuqoriga tortadi. Mana shu ikki tortuvchi kuchni to'g'ri taqsimlash qolgandi. 1782-yilda Fransiyada Jozef va Jak Montgolfierlar dunyodagi birinchi uchar havo sharini yasashgan. Bu katta natija edi. Odamlarda ilk bor parvoz qilish imkoniyati paydo bo'ldi. Ilgari uchar qayiqlarda faqatgina ertaklarda eshitgan odamlar endi o'zlari shunday uskunada uchishlari mumkin edi. Ammo ko'pchilikning bunga jasorati yetmasdi. Sababi menimcha tushunarli. Uchib ketayotganda gup etib tushsam-a? Mana nihoyat insonning birinchi parvoziga ham yetib keldik.
Bu juda muhim hodisa edi va hattoki bu uchun Fransiya qiroli Lyudovik 16-dan maxsus ruxsat olingan. Har holda inson osmonga ko'tarilyapti. Bu hodisa 1783-yilning 21-noyabrida Parijda bo'lib o'tgan. Tarixdagi ilk parvoz sharafiga munosib qurilgan ikkita insonga yetib keldik. Ilk uchuvchilar bu fizik olim Jean-François de Rozier va yuqori tabaqa vakili Marquis François de Arland. Demak, bittasi olim, ikkinchisi katta mansabga ega shaxs. Bundan xulosa shuki, hayotda katta narsaga erishish uchun yo o'z ustingizda ishlab, sohangizning mutaxassisi bo'lishingiz kerak, yoki cho'ntagingizda pulingiz bo'lishi kerak. Hattoki ilk parvozni amalga oshirgan insonlar ham hayotning shu achchiq haqiqatini isbotlab turishibdi-ya. O'sha sharni yasagan aka-uka Montgolfierlar esa yerda qolishni ma'qul ko'rishgan. Hoynahoy ularning o'zlari ham o'sha paytda uchishga qo'rqishgan. Keyinchalik bu aka-ukalar bu sohada juda ko'p yutuqlarga erishishgan. Aytgandek, bu tajribalarning deyarli hammasi Parijda o'tkazilgan va Jackie Chan qatnashgan Dunyo bo'ylab 80 kun filmida ham bu ko'rsatilgan. Xullas, havo sharlari aynan Fransiyada ommalashgandi. Hozir ingliz tilida havo sharlari balloons deb aytiladi, ammo bu so'z ham aslida fransuzcha balloon, ya'ni katta shar so'zidan olingan. Chunki sharlar Fransiyada ko'proq o'rganilgan. Albatta, aslida fransuzlar ham bu so'zni ancha avval italyancha pallon so'zidan olishgan. Ammo bu havo sharlariga aloqador emas. Sharlarning kelajagi esa Angliyada hal bo'ldi. Tajribalar qiroli laqabini olgan ingliz fiziki Michael Faraday havo sharlari uchun yangi materialni ishlatgan. Kauchuk. Menimcha rezina desam yaxshiroq tushunasiz. Cho'ziluvchan va havo o'tkazmaydigan material tufayli endi sharlarni ancha kichikroq qilib tayyorlash mumkin edi. Bu esa albatta yosh bolalar orasida ommalashishi aniq edi. Shunday qilib pufaklar deyarli biz o'rgangan shaklga yetib kelgandi. Faqat bir ikkita o'zgarishlar qoldi. Masalan, o'tgan asr o'rtalarida pufaklar uchishi uchun ular vodorod o'rniga geliy gazi bilan to'ldirishni boshlandi. Chunki vodorod tez yonuvchan gaz va albatta juda xavfli edi. Shu sababli u ancha xavfsiz bo'lgan geliy gaziga almashtirildi. Geliy ham havodan yengilroq, demak yuqoriga ko'tariladi. Buning ustiga geliy gazi vaqtinchaga odamlarning ovozini o'zgartira oladi. Some people just have voices like this, so you're actually making fun of those people. See? Albatta, bu bolalarning qiziqishini yanada orttirgan. Taxminan o'sha davrlarda pufaklar uchun lateks deb nomlanuvchi material ishlatishni boshlashgan. Bu material kauchukli daraxtlar tanasidan ajralib chiqadigan suyuqlikdan tayyorlanadi. Unga biroz kimyoviy ishlov beriladi va natijada qattiq ammo cho'ziluvchan material hosil bo'ladi. Hozirgi pufaklar aynan mana shunday tayyorlanadi. Hozirgi kunga kelib biz istalgan rangdagi va istalgan shakldagi pufaklarni ko'rishimiz mumkin. Hayvonlar shaklida, multfilm qahramonlari shaklida va hattoki ichak shaklida. Nimadan boshlagan bo'lsak, o'sha narsaga qaytdik. Xulosa qilamiz. Pufaklar ming yillar davomida rivojlanib kelgan va bundan keyin ham rivojlanaveradi. Ular sog'lik uchun foydali, ham jismoniy, ham ruhiy tomondan. Ular bizning quvonchli kunlarimizda, bayramlarda biz bilan birga, yoki shunchaki bitta horror filmda. Yana pufaklar insonlarga parvoz hissini bergan birinchi vosita. Lekin eng muhimi, bu bilan pufaklar bizga orzu qilish uchun ilhom berishdi. Ular biz uchun ilojsiz ishning o'zi yo'qligini isbotlashdi. Agar nimanidir qattiq xohlasak, biz unga erisha olamiz. Xuddi janob Fredrikson o'z uyini jannatmagan sharsharaga olib borgani kabi. Xuddi Phileas Fogg dunyoni 80 kunda aylanib chiqqani kabi. Pufaklar bizga orzularga erk berishga yordamlashgan. Bu mening pufaklar haqidagi fikrim edi. Siz esa video haqidagi fikringizni kommentariyada yozing. Bu bilan siz mening orzularimga erk bergan bo'lasiz. Keyingi video nima haqida bo'lishini istashingizni ham yozib qoldiring. Uchrashguncha, xayr.
oxirgisi men yoqtirgan tomosha. Thompson avtomati.